Baxting o'zi namuna, men aytaman qachon deya. Orzu qiladi albatta har bir inson. Men so'radim sevgilimni, men so'radim chin baxtimni. Bedor bo'lib kutgan edim bu kunlarni. Qaranglar, ikkita o'g'illi bo'ldik, bizlar yana yaxshi qizlardan ato qilsin. Qiz kerak, men bilan akalardan qizlar qizni yaxshi ko'radi. Voy qizi bo'lsa hozir bilan o'qishdan duo qilinglar. Endi nima deb xudo xohlasa keyingisi qiz? Opa, boshlang. Ikkita o'g'il bilan. Biz chaqirib qo'ysalar. Yaxshi so'zlar, yaxshi tabriklayman. Umri bilan Assalomu alaykum. Ana kelin bola. Kuchvarab qo'ymaydi o'shada. Polvon, ikkita o'g'il paqillatib tug'ib berdilar sizga. Ilohi baxtli bo'linglar. Mana shu farzandlaringizni ham to'yda kelishlik nasib qilsin. Dunyoga kulib bir qara, o'zing uchun ham yasha bir bora. O'tgan umring qaytmas yana, tunda o'ynab kulganing qoladi. O'yla yomon dunyoni rost dema. Ketamizmi uyga? Mazza qilgandim. Ming afsuski, uyga ketolmas. Begona xodim kelganda joy qolmadi hozir. Umuman, to'g'rimi? Keladigan bo'lsanglar biron qilinglar. Mazza qilib dam oldim. Ayniqsa motivatsiyani zo'rni berdingiz siz. Rahmat. Mana siz sizlarni kamolyapamiz. Chilla uyini основатель aynan shu inson orqali men mazza qilib xodimlarim orqali shunaqa pozitiv kayfiyatga ketolman. Voy!